Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli gruppadagilar. Bugun kimda kim mana shu videoni ko'rayotgan bo'lsa, sizlarga to'liq holatda shpagalka holatida mana shu obzorni qilib bermoqchi bo'ldim. Ya'ni bizning korporatsiyamiz Greenleaf oilamizni osonroq taklifga borganda yangi takliflarga tashlab qo'yadigan bo'lsangiz, bu videoni siz yoniga borganingizcha ancha narsadan xabardor bo'lib, to'lig'icha prezentatsiya o'tilgan holatda bo'lib turadi. Shuning uchun mana sizlarga osongina qilishni lozim topdim o'zimga. Qarang, bugun yaqinlaringizda, tanishlaringizda va bizning gruppalarda kuzatib borayotganingizda bular buncha pullarni gapirib maqtanadi, buncha katta daromadlar haqida gapiradi, bular o'zi nima ish qiladi deb qiziqib turgan bo'lsalaring, mabodo biz Greenleaf korporatsiyasida ishlaymiz. Greenleafning ma'nosi yashil barg. Qisqacharoq qilib yozib ketaman. Yashil bargligidan bilinib turibdi tabiiyligi. Tabiiy mahsulotlar bilan biz birgalikda eko mahsulotlarni reklama qilish bilan ishlaymiz. Biz 6 ta davlatning mahsulotini reklama qilamiz. Birinchi davlatimiz Italiya. Italiyaning kiyim-kechaklari va aksessuarlari. Ikkinchi davlatimiz Yaponiya. Yaponiyaning mo'yishi sredstvalari, ya'ni ko'piruvchi vositalari. Uchinchi davlatimiz Shveysariya. Lechevniy kosmetikalari. Ko'chada kosmetika ko'p deyishingiz mumkin, lekin ular sizni sohotga chiroyli qilishi mumkin. Lekin bizning kosmetikalarimiz sizni mana shu holatingizdan kamiga 5 yil, 10 yilga yoshartiruvchi, davolovchi kosmetikalar bilan ishlaymiz. To'rtinchisi Fransiya. Fransiyani hammamiz bilamiz, kuchli do'xiylar bilan. Beshinchisi Germaniya, bitovoya texnikalari bilan. Oltinchisi Xitoy, одноразовый, ya'ni bir martalik ishlatiladigan vositalari bilan bizga kirib kelgan. Keling, endi bugun siz qiziqishingiz mumkin. Mana shu maqtayotgan mahsulotlaringizni joylashuv qayda deb qiziqayotgan bo'lishingiz mumkin. Albatta, Xitoyda 200 gektar joyga plantatsiya qilingan. Plantatsiyada aloe vera, bambu, kollagen, tabiiy mahsulotlar yetishtirib, mana shu Xitoyda 72 gektar joyda zavod qurilgan. Zavod qurilgan kunidanoq shunchalar kuchli davlatlar bilan ishlaganimiz sababli, shunaqa yangi strategiya qildiki, boshqa zavodlarning mahsulotidan tezroq o'tishligi uchun ana shu kunda o'zida 72 gektar joydagi zavodda barcha ishchilari, xodimlarini robotlardan tashkil topadi. Robotlarda ishlashning ikkita yaxshi tomoni bor. Birinchi yaxshi tomoni ular insoniyatga o'xshab klient to'plab oldim, qaramayapti-yu, ko'rmayapti-yu, bo'ldi endi, pul oshig'idan ko'proq topdim degan narsa yo'q. Ularga sxema joylanadi va yillar davomida sifati o'zgarmasdan mana shu robotlar sizlarga tabiiy, ekologik mahsulotlarni bir xil effekt holatda yillar mobaynida yetkazadi. Ikkinchi yaxshi tomoni robotlarda ishlashini. Robotlarda bizga o'xshagan qarzi, krediti, bola chaqasi, qorni yo'q. Ularga pul kerak emas. Endi robotlarga beriladigan summani, ya'ni mana shu joydagi million robot ishchilarga beriladigan oylikni endi kimga? Siz bilan bizga, ya'ni reklamachilarga beradi. Endi ko'ryapsizmi? Boshqa korporatsiyaga nisbatan bizda daromad kuchliligini mana bu joydagi ishchilarda oyligi bizga kelyapti. Ko'rdingizmi? Endi qarang, shu joyda biz nima qilamiz? Bugun men oddiy sizga tushuntiradigan narsam, bugun zavodda Pepsi 2800 so'm. Misol, lekin to'y qilmoqchi bo'lsangiz yoki magazin ishlatmoqchi bo'lsangiz, Optim Pepsi olaman deb borsangiz, sizga 2800 dan beradimi, bermaydimi? Bermaydi. Sababi mana bu joyda aksiyador turibdi. Aksiyador.
aksiyador necha ming dollarga mana bu zavod aksiyadorligini sotib oldi. Endi hattoki zavod egasiga ham u narxda bermaydi. Sababi odamlar bilib qolmaslik uchun u narxda o'ziga ham bermaydi. Aksiyador kimga chiqazadi? Dillerga. Diller kimga chiqaradi? Optimga. Optim do'konlarga. Do'konlardan mayda do'konlar va sizga yetib keladi. Sizga nech pulga olyapsiz? 13 ming so'm. 13 ming so'mdan Pepsi'ni olasiz bugun 1,5 litrligini. Endi o'rtadagi raznicani qarang. To'g'rimi? Mana shuncha raznicani endi mana bu aksiyador o'rtada foydalanadi va ishchilarga oylik holatda chiqarib beradi. Mana shu o'rtadagi insonlar, ya'ni siz atiga 4 million 700 ming so'm evaziga 4 million 700 ming evaziga mana bu aksiyadorga aylanyapsiz. Tushundingmi? Endi bugun siz kimsiz? 4 million 700 mingni to'lab qo'yib, 4 million 700 to'lab qo'yib, biz nima ish qilishimiz kerak deb tushunmay turgan insonlarga shu narsani yaxshi tushuntiring. 4 million 700 ming evaziga siz mana bu aksiyadorlikda olib, zavodi bilan to'g'ridan-to'g'ri pryamoy ichki narxda ishlash uchun sizga vakolat berilyapti. To'g'rimi? Vakolat berilyapti. Endi shu joyda o'chiraman, o'tiravering. To'liq holatda bo'lsa